narsani kaliti. Qurollarni xilma-xilligi va sifatini baholab, mamlakatning qanchalik rivojlanganligi haqida bila olaman. Bu dunyoda ma'ni olamamda bo'lmagan moddalar bor. Va yana men sehrni o'z ko'zim bilan ko'rishim mumkin. Bu juda ham qimmatli tajriba. Charchadingmi? Uxlaging kelyaptimi? Bu odamlar menga g'amxo'rlik qilib, men uchun kerakli bo'lgan hamma narsani ta'minlashadi. Juda zerikarli hayot, lekin yoqimli. Mana shu oila deb ataladigan narsa shumi? Buni bilmayman. Ammo g'amxo'rlik va bu iliqlik juda ham yoqimli. Shirin tushlar ko'r. Bilasanmi? Sen xonadan sekin chiqib, kutubxonaga kirib ketganing va shaharga borganingda juda xursand bo'lasan. Va sho'x feeling otangdan o'tgan. Bir kun sen ham uydan qochib safarga chiqasan. Xuddi qachondir qilganidek. Menga esa aksincha tinch va vazmin hayot ma'qulroq. Senga shunday hayotni tilab qolaman. Juda ham omadli bolaman. Yonimda o'rgansa bo'ladigan odamlarim bor. Dadang zo'r, to'g'rimi? Ularni shunchaki ko'tardi-ku. U shunchaki formada emas. Qara. Otang qanchalik kuchli. Mana dadam boyagidan kuchaydi. Ajoyib, shunday emasmi? Bunga shunchaki qarab tura olmayman. Tushlik bo'ldi, uxlashing kerak. Hech qanaqa kitob yo'q. Uxlashing kerak. Yo'q. Avval uyqu, keyin kitob. Menga bunday qarama. Axir yo'q dedim-ku. Mayli, faqat biroz. Men yutdim. Shu 2 yil ichida bu dunyo haqida juda ko'p narsani o'rgandim. Eng muhimi, ma'na yadrosini qanday yaratishni, tanada o'qib o'tadigan son sanoqsiz ma'na zarrachalari, ularning hammasini bir nuqtaga jamlashim kerak. Bu juda ko'p kuch talab qilar ekan, ammo ko'p urinishlar natija berdi. Deyarli tayyor bo'ldi. Yana ozgina. Alisa, ahvoling yaxshimi? Arturcha. Artur. Uyda edi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ishongim kelmayapti. U hali 3 yoshga to'lgani ham yo'q-ku. Qo'y, Artur qani? U tirikmi? Alisa, menimcha bizni o'g'limiz. Va nihoyat shuncha qilgan mehnatlarim amalga oshdi. Mendek kichkina bola uchun bu juda katta qadam.
Xato qildim. Bu yerda o'la olmayman. Ayniqsa shuncha narsadan keyin. Artur, Ha, to'g'ri. Bu odamlar doimo meni himoya qilib kelganlar. Bu ularning ota-onalik burchi. Alisa, unga hech narsa qilmadimi? u yaxshi. Hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Juda qo'rqib ketdim. Nega? Ular yig'lashyapti. Ular o'z burchlarini bajardilar. Bundan faxrlanishlar kerak. Tushuna olmayapman. Nega? Bu nima? Men kitoblarda bu haqda o'qimaganman. Kitoblardan bu haqda bilib bo'ladimi? Oldingi hayotimda ham bunaqa narsa bo'lmagan. Oyi, dada. Menga buni tushuntiringlar. Bu qanaqa his-tuyg'u bo'ldi? Animedia rasmiy kanali. Endi senda ham dadangga o'xshab qo'lqoplaring bor. Bu yana nimasi? Agarda men shu tanada ularni kiysam, uni yaqinlashishga yo'l qo'ymay o'ldirgan bo'lardim. Ha, mayli. Qani hujum qil. Zo'r chiqdi, Artur. Yaxshi tushundim. Xo'sh, qalay chiqdi, dada? Animedia TV kanali taqdim etadi. With king's blood running through my veins. Remember so make your sweet. I know I can't get those days back. I gotta come to terms with everything that I've lost. Come on, these shitty types are say kai. I'm never gonna rest until I'm right at the top. No, I won't let this hero in me die. Lean and say, I know I'll find the sekai jini. Chikai no find. It's every memory that I hold tight. Say to dance to me now. So I won't. Oxirdan keyingi boshlanish. Ikkinchi qism. Azizam, bilasanmi, unga malakali ustoz yo'llashimiz kerak. Yo'q, men bunga qarshiman. Axir uni o'zim o'rgataman deb aytmaganmiding? Ha, shunaqa degan edim. Ammo Arturimizni tug'ma iste'dodi juda ham ajoyib. Unga haqiqiy tajribali ustoz kerak. Men ham sehr haqida biroz bilaman-ku. Sani sehrgarliging boshqacha. Lekin U mana bilan kuchaytirilgan narsani ham kesib tashadi. U atiga 4 yoshda. hazillashyapsanmi? Bu Arturning foydasi uchun. Bunga hali ham qarshiman. O'zimni yagona va qadrli Arturimni uzoq yubora olmayman-ku. Buni xohlamayman. Bu Arturning kelajagi uchun. Bu hozir ham muhim. Nima, o'z o'g'lingni yaxshi ko'rmaysanmi? Albatta uni yaxshi ko'raman. U meni shirintoy o'g'lim. Agar shunday bo'lsa, demak u biz bilan qoladi. Afsuski iloji yo'q. Uni kelajagi Ba'zida xavosida odamlarni o'z azizam. hissiyotlari boshqaradi. Bu uni aqlini xiralashtiradi.
Shu uchun ham men ularga C variantini taklif qildim. U yolg'iz nima qiladi? Ikkingiz ham birgalikda bormaysizlar. Sen dahosan o'g'lim. Bizni o'g'limiz Artur rostdan ham daho bola. Qanunda hoziroq tayyorgarlik ko'raylik. Uni maqtovlarga ko'mib Ular mana tashlash daho deb kerak. shov-shuv ko'taryapti. Rostdan ham. Ha, bizni omadimiz keldi. Artur, ularga o'zingni tanishtir. Men Artur Levinman. Tanishganimdan xursandman. Biz ilgari ham uchrashganmiz. O'sha paytda juda ham kichkina eding, meni eslay olmaysan. Yo'q, men hammasini eslayman. Bu odamlar egizak shohlar guruhidan. Reynold va Alisa ham bir paytlar ularning a'zosi bo'lishgan. Va mana buning ismi Adam Cranch. Ismim Angela Rose. Judayam yoqimtoy bola ekansan-u. Meni bolamda yoqimtoy. Nafas ola olmayapman. Kattakon rahmat. Darden Walker. U Jasmine Flamsworth. Men esa Helen Sharpman. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman, Elen. Xo'p, yaxshi, unda qani ketdik. Bu seni birinchi sayohating. Qiziqyapsanmi, Artur? Ha, Naqadar ibtidoiy transport vositasi. U meni olamimdagi transportga teng kela olmaydi. Lekin bu ham uncha yomon emas. Biz birgalikda Kstirus shahriga ketayotganga o'xshaymiz. Buni intizorlik bilan kutyapman. Ammo men yechishim kerak bo'lgan bitta muammo bor edi. Bu dunyo umuman xavfsiz emas. Adam, Ellen, Jasmine va Walker. Angela va Dortin birgalikda jang qilishyapti. Chiroyli harakatlar. Men ham qo'shilishim kerak. bugun kechqurun ziyofat qilamiz. Marhamat xohlaganingcha ye. Xo'p. Bunaqangi sayohatimizda men jang qila olmasam kerak. Chunki juda ham yoshman. Nima bo'ldi? Allaqachon to'yib qoldim. Seni qo'ling, azizam. Buni hatto sezmabman. Qani o'tir, Elis. Davom et.